Al-Asr Sahmiy payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. U makkalik kofir edi. U quruq chirigan suyaklarni oldi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuziga uloqtirdi. So'ng unga shunday dedi: "Muhammad, sen da'vo qilyapsanki, Robbing bu suyaklarni qayta tiriltirib avvalgi holiga qaytaradi. Xo'sh, unda buni tiriltirib ko'r." Shunda Alloh taolo Yosin surasining oyatini nozil qildi. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Bu kofir bizga misol keltirdi. Go'yo u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'rgatayotgandek shunday degan edi. Sen buni mumkin deb o'ylaysanmi? O'ylab ko'r, Muhammad. U bizga misol keltirdi, lekin u o'zini unutdi. Kim bu suyaklarga jon ato qiladi? Ular chirib yo'q bo'lgandan keyin Alloh taolo bu so'zlarga javoban quyidagi oyatni nozil qildi. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Ayting, ularni ilk bor yaratgan zot jon ato qiladi. Zero u o'z mahluqotini to'liq bilguvchidir. Ya'ni nega sen bu o'lik narsa qayta tirilmaydi deb misol keltiryapsan? O'zingni unutib, axir sen ham ilgari o'lik eding va Alloh unga hayot berdi. Shuning uchun biz aytamizki, qiyomat kuniga ishonish bevosita Allohga ishonish bilan bog'liq va u kunda mutlaq adolat qaror topishi shart. Unda hatto bir zarra miqdorda ham adolatsizlik yoki nohaqlik sodir bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Qiyomat kunida har bir insonning haqqi egasiga yetkaziladi.